Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi sotuvga baqiladigan, baqsa ham, so'ysa ham bo'laveradigan bo'zalarni ko'rib o'tamiz. Bu yerda mana 6 ta molimiz bilan sotuvga chiqarilyapti. Jonivorlar yaxshi holatda. Mana dehqonlar baqilayotgan joyda, mana molxonaning o'zi shu dehqon uyidan. Mollarni ko'rishlar mumkin. Mana yaxshi holatda baqilgan. Mana jonivorlar bular shu Rossiyadan keltirilgan, Rossiya paroda buqalar ekan. Mana Greenford Hybrid, Angus, Avliko shunaqa gibrid parodalar. Mollarning mana holatlari yaxshi, xudo xolasa yaxshi yeb ichib, sog'lom mollar ekan mana. Xudo xolasa mana jonivorlarni ko'rishlar mumkin. Mana holatlari yaxshi, hali o'ta yog'ilib, bo'lib ketmagan. Mana ayoqlari ham, suvalari ham qo'pol, mana keyin bu ekan, xudo xolasa yana ham baqsa katta bo'laveradigan inshaalloh. Endi baquvga bog'liq, yaxshi baqib parvarish qilsa, xudo xolasa yana ham katta bo'lib ketadigan mollar mana. Sifatlari ham yo'q joyda, mana bo'yinlari ham, yelkalari ham yollab, orqalari ham ancha bor mana. Unaqa narsa emas, yaxshi holatda mollar. Xudo xolasa mana yaxshi baqsa bir 3-4 oy yana baqsa ham yana bo'laveradi. Xudo xolasa 3-4 oy baqsa o'zi tayyor bo'lib qoladi pishiqqa. Mana bunisi Angus Hybrid ekan, mana jonivor. Bu ham yaxshi holatda, mana bo'yinlari ham, mana orqalari ham ham yo'g'i bir xilda bor ekan. Mana avlikolar ancha kuchliroq ekan, mana kengroq ekan ular qaraganda ham. Jonivor etlari ham yaxshi. Bo'ylari aka, metrda o'lchab olaylikmi yo? Metr olsa shunday o'lchab qo'yamiz. Bo'yi ham mana 1.25, 1.30 shunaqa atrofida. Endi hozir ham bir o'lchab ko'rsatamiz. Va Angusni ham ko'rishlar mumkin. Mana koslari keng, yaxshi holatda ekan. Jonivor xudo xolasa yaxshi baqilsa ancha kuchli bo'ladi. Mana bu ham shu Hybrid, Greenford Hybrid ekan mana jonivorlar. Bu mollarni 11 oy davomida akamiz baqib ketdi. O'zi kichkinaligida olgan ekan, olinganda aytayapti, ancha kichkina holatda edi ekan. Mana hozir mana shu 11 oydan keyin mana shunaqa holatda jonivorlar. Bu yana ham 3-4 oy baqilsa bo'laveradigan holatda mana. To'shlari ham, mana bo'yinlari ham yaxshi mana jonivorlar. Etlari ham yaxshi. Ancha badani ham yaxshi ekan mana jonivorlarni. Bir o'lchab ko'rasiz menga. Mana bo'yni metrlab mana 1.25-26 shunaqa ekan mana. Akalar, jonivor mollar yaxshi holatda. Mana birinchidek boshdagilar kattaroq ekan mana. Bo'ydorroq ham, o'zi ham katta, dadilroq. Ular qaraganda bunaqasi ham uzunroq, ancha sifatli mol ekan. Mana bo'yinlarini ham ancha bilinib qolgan jonivor ko'rishlar mumkin. Tek. Buni ham mana yerga tegib turibdi bu yog'ini ham mana. 1.28-30 shunaqa oralig'ida ekan bu mana. O'zlari mana 28 shunaqa atrofida. Mollar mana akalar mana oldi kuchli, yaxshi sifatli buqalar mana xudo xolasa. Yana 3-4 oy yaxshi baqilib olsa ham bo'laveradi. Agar hozir ham so'ysa ham bo'laveradi, lekin pichoqqa ancha yaraveradi. Hali o'ta quruq emas mollar. Mollar hozir esa yoqsiz zo'r holatda ekan, lekin 3-4 oy yaxshi baqilsa yana ham kuchli bo'lib, mana oyog'ini oralari ham to'lib, xudo xolasa yaxshi buqalar mana. Shunisi ancha kattaroq ekan. Tri vazni ham shu 500 ga borib bo'lmay, aka bir 480 u yoqdan bo'lsa. Inshaalloh endi tortilmagan, lekin biz o'zimiz chamamiz. Undan ko'p kelib borishi ham mumkin, oz kelishi ham mumkin, lekin mol yaxshi, ko'zchami. Bular ham shunaqa shu 450 u yoqda mollar, xudo xolasa mollar 450 bosib boradi. Endi o'zi bir xilga molxonada ko'rinmaydi. Hozir bir tashqariga olib chiqib ko'rsatib o'tamiz. Bemalol ko'raverasizlar. Mana Simental, Avlikol, Hybrid shunaqa paroda ekan unisi. Xudo xolasa yana baqilsa bo'ladi inshaalloh. Oldilaridan ham bir ko'rsatib o'tamiz. Jonivorlar. Bo'yinlari ham bo'linib, menimcha bilinib qolgan. Hali sifati bu. Jonivorlar. Bu mollarni kelganda shu qo'yvorib baqar ekan akamiz, hozirgi kunda baylab qo'ygan ekan. Boshida kichkinalarni qo'yvorib baqilgan ekan. Erkin o'sib, yaxshi rivojlanib olsinga. Buqalarimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Jalavey qishlog'ida joylashgan. Akamizga aloqa chiqsanglar, lokatsiyalar tashab, chiroyli qilib kelishni beradi akalar. Do'stlar, mana bo'zaylarni tashqariga olib chiqdik, yana ham yaxshiroq ko'rinsin, holatlar bilinsin deb mana jonivorlar
Tashqaridan ancha kuchli chiroqli chiqdi mana holatlari. Sifatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi, ancha bo'yinlar olib. Ancha eti ham yaxshi ekan, et olib yaxshi holatda ekan mollar. Bunaqalik quruq emas, xudo xolasa. Bir 2-3 oy yaxshi baqilsa o'zi inshaalloh tayyor bo'lib qoladi, xudo xolasa mana bu. Bu Angus gibridlarni ham ko'rsanglar, orqalari ham, koslari ham keng, yaxshi holatda ekan mana. Bu ablikol ancha kuchli qo'pol buqa ekan, turuvchi ekan, jonivor yelkalari ham mana shu to'lib. Bu ashmo birinchida turgan katta buqa mana buning holatlari. Bo'yinlar olib ancha sifat kirib qoldi jonivor. Oldi kuchli, o'ta kuchli buqalar, xudo xolasa yaxshi bahsinglar. Inshaalloh bularga aka endi qanchadan narx aytyapsiz bir mollarga? Endi 35 dan desang ham uyatli olib ketadi, 33 dan kami bor aka. 33 milliondan. Olmanon endi bo'ldi, ko'chirib beradi hamma. 33 milliondan xayrini qilib, chiroyli pul berishni berasiz. Dastlabki unga sharoit yo'q, bak ekan ona. Ha, bo'ldi aka. Endi dehqon odam u dastavkaga sharoit bo'lmaydi o'z-o'zidan. Shu 33 million deyapti ham, xudo xolasa kelib bemalol ko'rib, savdolashib olarasiz, xudo xolasa xayrini qilib chiroyli qilib beradi. Mollar xudo xolasa yaxshi shuna holatda akalar.